qanaqa qarzni o'ylamayman, qarzni qanaqa o'ylamayman, qiziqsiz edi o'sha beradiganlar bor. O'ylaganingiz bilan qutulmayapsiz-ku baribir. Hoy baraka topinglar. Qarzni o'ylaganingizdan baribir qutulmayapsiz-ku. Kirsangiz kirib ketyapsiz-ku. Shu yerda ozgina kallar ishlatingda, nimaga men kundan kunga qarzga kirib ketyapman? Qayerda xatolik qilyapman deng. U uchun sizga bilim kerak. Bilimga lekin pul chiqarmaysiz. Boshingizdagi mana miyadagi bor narsa, aqlingiz shunga yetdiki, qarzga botib qoldingiz. Sizdan aqlliroq odam shu qarzdan chiqib boyib ketadi. Mana kim tushundi? Sizning aqlingiz mana shu joygacha keldi-da. Naryoqiga aqlingiz yetmayapti. Yetsa siz o'shani yechib boyib ketgan bo'lardingiz. Tushuntira oldimmi? Aql miyada hech nima bo'lmagan uchun ham siz mana shu bitta varomkada turibsiz, qarzdan chiqa olmayapsiz-da. Sababi u yog'iga ketishga sizga bilim kerak. Bilimga pul kerak. Bilimga esa siz pul ishlatgingiz kelmaydi. Bilaman-ey. Bilaman-ey. Disda qo'shnidan so'raysiz, xo'jayindan so'raysiz, ota-onangizga yetasiz, ovsinizga yetasiz. Gapda o'tirganda qarzga botib qoldim, nima qilsam ekan? Nima qilsam ekan deysiz. Qanaqa maslahat berishi mumkin sizga ular? Bilimli, ilmli odamlarmi ular? Maslahat berayotgan odam mana shunday qarzdan chiqib ketgan odammi, yo'qmi? Masalan, men qarzdan chiqib ketgan odamman. Men bilaman o'sha qanaqa. Menda bu tajriba bor. Mana shu tajribamni men o'sha pul va men moliyaviy erkinlik degan ikkita kursimga tiqib olganman. Nima uchun? U meni tajribam. Yiqilib turib kasakka kirib, qarzga botib, tillalarim hammasi lombardga o'tkazib, erimdan kaltakni yeb, ajrashib ketay deb kasakka kirib ketganman faqat. Mana shunday qarzdan chiqqan odamman men. Bu tajribam meniki. Shu ikkita bilim ichida o'zi bilimdan sotib olganman. Pul va men moliyaviy erkinlik sotib olganman ikkalasini. Lekin u dars 30 ga 70 deb aytaman. U yerdan 30% bilim olgan bo'lsam, 70 o'zimniki tajribam, 55 yillik tajribam. O'sha joyga o'zimni tajribalarimni tiqib ketganman.